O'zbekiston hududida hafta boshida qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Barcha fuqarolar ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 8-11 dekabr kunlari kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi mumkin, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 2 daraja sovuq, -3 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-dekabrda 2-7 daraja iliq, 9-11 dekabrda 0-5 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 8-9 dekabrda 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida esa havo o'zgaruvchan bo'ladi. 8-10 dekabrda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuchli bo'lishi mumkin. 11 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 8-dekabrda kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq, 9-11 dekabrda kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq bo'ladi, deyiladi prognozlarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.